Xuddi shu holat bizning ifloslangan organizmimiz hisoblanadi. Guruch mahsulotini yangi tug'ilgan chaqaloqning organizmi yoki inson organizmi deb hisoblasak, guruchga suv qo'shamiz va aralashtiramiz. Bu yangi tug'ilgan chaqaloqlarning organizmi, ya'ni bu ximikatlarsiz organizm. Yod qo'shib ko'ramiz. Yodni biz gazli ichimliklar, rangli ichimliklar, spirtli ichimliklar va ximikat mahsulotlari, fast foodlar deb hisoblaymiz. Bunga oz miqdorda yod qo'shamiz. Xuddi shu holat sodir bo'ladi. Ya'ni bu organizmning ifloslanib ketganligidan darak beradi. Ifloslangan organizmni tozalashda bizga Novamin yordam beradi. Novamin dorimiz Sibirskiy Wellness kompaniyasining mahsuloti hisoblanadi. Bundan bir donasini olamiz va ichiga ochib tashlaymiz. Bitta kapsulani ochib tashladik va holatni o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Tozalanyapti. Mana ko'rib turganingizdek, inson organizmi qonli tozalanyapti. Suvimiz ham ochardi. Hatto qorayib ketgan guruchlarimiz ham ocharishni boshlayapti. Novamin mahsulotimizni yosh kattalarga 2 dan 3 mahal tavsiya qilamiz. Qonli organizmdagi shlaklar, hujayralarni tozalab beruvchi mahsulot hisoblanadi. Nojo'ya ta'sirlari yo'q, bad mahsuloti. Mana guruchlarimiz ham oppoq holatga kelyapti, qora holatidan. Organizmni bu tozalangandan ichaklar, oshqozon, butun organizmingizda xuddi yangi tug'ilgan chaqaloqnikidek qilib qo'yadi. Sizga ham Novamin mahsuloti kerak bo'lsa, direktimga murojaat qiling.